Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib keldingizmi? Ha, yaxshi. Oling. Kirgizov Sanjarbek, 84-yil. Namangan viloyat, Namangan shaharda o'zimi? Chortoq tumani. Chortoqdamisiz. Диффузный катаральный проктоколит, больше выраженный в сигмовидной и прямой кишке. Qachondan beri kasalsiz? Buni oxirgi mana shu 1,5-2 yil nimasida holatini kuzatishni boshladim. Oldin o'tardi, undan ahamiyat qilmasdimda. Shunchaki surilyapti deb o'ylardim. Keyin bora-bora o'zi oshqozon og'rirdi-da. Oshqozonga dori ichib yurardim og'rigan paytda. Shu oshqozon bir o'yildan o'tdi og'rigan. Sekin-sekin yasha bo'lib kuchayib pankreatikka aylanib ketdi. Tashqariga necha marta chiqasiz bir sutkada? Oldin 4-3 marta bo'lardi. Keyin men sizni YouTube'dan nima qilganimda bergan tavsiyalaringizni orada ozgina qiluvdim. Parhez qiluvdim. O'zi bir martaga tushib qoldi, lekin menda shilimshiq bor. Og'riq bor, oz-moz. Og'riq qaysi tarafda? Og'riq mana shundoq. Kindik atrofi. Mana surunkali bir xil og'riqmi yoki ovqatdan keyin, ovqatdan oldin? Ovqatdan keyin endi yurganimda bir og'rib qoladi, bir haligi paydo bo'lib qoladi, bir yuvib qoladi. Shu paydo bo'lganda bir silasam to'xtab qoladi. Shunaqa bo'lyapti og'riqda. Davolash muddatimiz 10 kun. 10 kun orasida yaxshi bo'lib ketsangiz boshqa kelmaysiz. Agarda qanaqadir oxirigacha yetmasa ishimiz, bir oydan keyin yana kelasiz. Yoki oxiriga yetmaguncha davolanish kerak. 80-90% bu yaxshi bo'lib ketganingiz. 100% undan ham zo'r. Faqat endi bu uzoq vaqtdagi nima deydi, kasalligingiz bo'lgani uchun hammaga har xil ta'sir qiladi-da. Birov tez tuzaladi, birov sekin tuzaladi. Tushundingizmi? Faqat aytganlarim qilib tursangiz, bu tuzalib ketish mumkin. Chunki ko'ryapsiz, mana bularda hammasi tuzalganlar. Yaxshi bo'lib ketganlar. Mana yozib, qizil bilan yozildimi? Demak, bu yerda minnatdorchilik yozib ketganlar bari. Ko'rdingizmi? Bular tuzalganlar soni anchagan. Asosiy savollarim shu: yozilishingiz, tashqariga chiqishingiz qanchaligi va axlatdan nima ko'rinayotgani. Endi ko'rib turibman, mana ring bor ekan. Mana unchalik yevormabdi ichakda. Xudo xolasa. Og'ir emas. Yaxshi bo'lib ketasiz. Sog' bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldim. Kirgizov Sanjarbek, 84-yili, Namangan viloyati, город Chortoq deb qo'yibdi. Kolit kasalligi bo'lganimga 2 yil bo'ldi. Hozirgi paytda bir marta yozilishim bor, jig'ildon qaynaydi. Gastrit kasal bo'lganman. 8 yil bo'ldi. Muqaddam 2 marta davolandim xususiy bolnitsalarda, sanatoriyada. Asr shifoxonasida ham davolandim. 26-oktyabr 25-yil yozgansiz bu dastxatda. Xo'sh. Bu yerda diffuzniy kataralniy proktokоlit, sigmovidniy va to'g'ri ichak bilan sigmovidniy kishki ichakda ichida belgisiz bor ekan. Mana qog'ozingiz. Shikoyatlaringizda eshitdim yozganingizni. Bugun 3-noyabr
25-yil ketish taraddudiga tushgansiz. Nima o'zgardi? O'zgargan, ancha o'zgardi. Hamma joy yaxshi, og'riqlar qoldi. Og'riq qoldi. Bu bir. Ha, Eng muhimi bu tomonda, chap tomonda, ha, oshqozon osti bezingizda og'riq bor edi. bor edi. Bor edi. Aytdim men sizga, axlat yog'li bo'lib tushayotgan bo'lsa, shuni belgisi dedim. Aha, Hozir yozilishingiz axlat ustida yog' kamayib ketgan ancha aha. o'zgardi-ya? O'zgardi. O'zgardi. Endi og'riqlar qayerda bor edi, qayoqdan, qaysi tomonga nima bo'ldi, qanaqangi o'zgardi? Qo'lingiz bilan ko'rsatib bering. Og'riqlar mana shu yerda bor edi. Og'riq o'zi yo'qoldi. Mana shu yerda ikkala tomonda, yana tepada. Mana yerda ham og'riq bor dedingiz. Ha, mana yerda ham og'riq bor edi. Yo'qoldi hozir ular. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha, o'zim yaxshi his qilyapman. Namangan uzoq bizdan. Aha. Shuncha yo'l bosib keldingiz. Apsda emasmisiz? Yo'q. Ancha bu yer kelishdan oldin ancha qiynaldingizda, boraymi, bormaymi deb. Yo'q. Ikkilanib. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Da, kelganingiz yo'lda. Ha, mehnatimdan rozimisiz? Roziman, ming marta roziman. Xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib oling. Men sizga dorilaringizni beraman. Aha, Xizmat qilishingizga. Endi o'zingizni ehtiyot qilib yurasiz. aha. Maylimi? Hop. Savollaringiz bo'lsa, mana hozir kamerani o'chirganimizdan keyin o'zingiz kameraga olib, savol berib, yozib olasiz Hop. telefoningizga. Hop. Chunki uyga borib, mana buni qanday qilaman, bunday qanday qilaman degan savol javob ko'payib qoladi-da, o'shalarni yozib Hop. oling. Bo'pti. Kelishdik-a? Sog' bo'ling.